bir xonali kvartirani puliga 3 xonali kottej topib qo'ydim akalar. Yangi pishig'ishdan qurilgan xonadonimizni oldi tomonga bemalol mashina qo'yasiz. Naves qurish imkoniyatlari bor. 3 xona 65 kvadratdan iborat bo'ladi. Yangi qurilgan kottejimizni kirib kelishimizda shunaqa studiya formatda bo'ladi. Bu yerda kuxnya qismimizni mebellarni yasatib olasiz. O'rtada choy o'tiradigan joy qilish imkoniyati bor. Chap tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda mehmonxona sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Tashqariga oynalari bor. Yaxshi aboyladan yopishtirilgan, lustralar qo'yilgan. Uni yonginasida sanuzel qismimiz bo'ladi. Sanuzel qismimizni ham yaxshigina o'lchamda va uni qarama-qarshisida bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasi ham yaxshi aboyli yopishtirilgan, lustralar qo'yilgan. Tashqariga qaragan oynalari yaxshi akforomlardan qo'yib qo'yilgan, konditsioner uchun rozetkalar qo'yib qo'yilgan va uni yonginasida ota-onalar yotoqxonasi, ota-onalar yotoqxonasi ham yaxshigina o'lchamda. Tashqariga qaragan oynalari chiroyli lustra va aboyli qilingan. Yerimiz tarkib qilib beriladi. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsa, Yashnobod tumani Muxtor Ashrafiy ko'chasi bo'ladi. Ya'ni ko'chamizning boshida zapravka bor. Mustang zapravkadan kirganingizda chap tomonda joylashgan bo'ladi xonadonimiz. Baysunskiy ko'cha deyiladi bu yerda. Bidada 2 kilometr oralig'ida metroga chiqsangiz bo'ladi. Ko'cham boshi chiqib turib, chapga yursangiz Kadishiy bozori, o'ngga yursangiz Risviy bozori bo'ladi. Joylashgan joyimiz, lokatsiyamiz juda ham zo'r. Suv, svet, gazlardan umuman muammo yo'q, kanalizatsiyalargacha bor. Xonadonimizning narxi 53 ming baholanyapti. Qiziqqani bo'lsa nomer qoldiraman, telefon qo'yasizlar.